Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kuni sahobalar bilan o'tirsalar, ko'chadan bir baquvvat odam o'tib qoldi. Odamlar aytdiki, "Ya Rasululloh, bu odamni qarang baquvvatligini, shu jangda Alloh yo'lida jihodda qatnashsa, fi sabililloh urushsa, savob ulug' bo'ladimi?" dedi. "Hozir nima qilyapti?" dedi. "Hozir bu oila tashvish bilan yuribdi bu." "Ha, bu ham Alloh yo'lida-ku" dedi. Qarang, jangda jonini tikib o'limga ro'baro ketish bilan erkak kishi oilasini boqaman deb ko'chaga chiqishligini tenglashdi. Shuning uchun ayollar erlarning qadriga yetinglar. Ular jangga chiqqan odam. Erkak kishi ko'chada ming xil tashvish, ming xil odam bilan gaplashadi. Boshida ming xil fikr o'y bo'ladi, uyga kelganda yana ming'irlaydigan xotinga duch kelmasin. Uyga kelganda xotin har doim erini ko'nglini ko'tarish kerak. Chunki er ko'chadagi tashvishlardan qutulib uyga intiladigan bo'lib qolish kerak. Nimaga? Uyga borganda xotini ko'nglini ko'taradi-da buni. Bu saodat, bu baxt xonadoni shunaqa bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Agar qaysidir bandani Alloh yaxshi ko'rsa, azobini, ya'ni qilgan gunohiga azobini dunyoda sodir qilib qo'yadi. Demak, gunohimiz bor. Qanday? Biz bandamiz, gunohkormiz. Alloh taolo ora-orada sinovlarni bizga berib turadi. Kasallik beradi, qanaqangidir sinov beradi, farzand ne'mati bilan sinaydi, mol ne'mati bilan sinaydi, ota-ona yo ba'zi bir muammolar. Ba'zi bir sinovlar bilan Alloh taolo bizni sinaydi. Biz nima deymiz? Uni ustida sinovlar kelyapti, uni bu xatokor, u yomon inson deb o'ylaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Agar Alloh taolo bandani yaxshi ko'rsa, sinovlarni shu dunyoda tez-tez beradi. Ya'ni qilgan gunohlariga tez-tez beradi. Agar bandaga Alloh azobni xohlayotgan bo'lsa, dunyoda uni hayoti go'zal, uni qilgan qilmishlarini, jazosini, uqubatini, azoblarini hammasini qiyomatga olib qo'yadi. Qiyomatda Alloh taolo uni azoblaydi. Peshib, biz uni bilmaymiz endi. Hani şunu xonalar bitgan. Xona bitgan. Bu xona bitgan.